Qattiq uchiring, go'sht yemaganmisiz? Yemaganman, nima edi? Yemaganligingiz bilinib turibdi o'zi turishingizdan. Nima, sen yeganmisan? Men yeganman. Qoching shomsiz ko'rsataman. Qarang mana. Asta. Asta. Ko'rdingizmi? Bunaqa kuch qayerdan senda? Sizlar o'ldirasizlarmi? Farhod posilkasida mana go'sht bozorining 7-filiali ochilgan, bilasizmi? O'shanga go'sht. Bu chiqdi bu. Har kuni yeysan. Har kuni yeyman. Abbos aka, siz semirtiramizmi? Bilmadim. Eshitdingizmi? Farhod posilkada Samarqand go'sht bozori 7-filiali ochildi deyapti. Shu go'shtdan yeysizmi? Yeysizmi? Narxini bilasiz. Narxini bilishing. Jomboyda yo'q. 200 ming. 100 ming? Narxi 100 ming deyapti go'sht. 100 ming, to'g'ri. Eshitdingizmi siz? O'zingizni hamma eshitdi. Hamma eshitdi. 5 kilo olib kelay, gaplashamiz. Davay. Bugun sizlar qayerga bordilar? Samarqand go'sht bozoriga. Qayerga ekan? Farhod shaharchasida ekan. Men kecha borib kelgan reklama qilgan joyda. O'sha. Kim bilan bordik? Abbos akam bilan bordim. Abbos aka sizni nima qildi bugunmi? Qancha yilda tushirdi? Qo'ydirdi, yechim mana shu. Abbos aka, siz og'irmi, bu og'irmi? Og'ir ekan. Necha kilo ekan bu? Men 70 kilo bor, og'ir. Siz necha kilosiz? Men 50 kilo chiqdim. Do'stlar, sen ham bording. Nimalar bo'ldi u yerda? O'rga bordik. Bular meni 100 ming so'mlik go'sht dedi. 110 ming. Ishonmadimda o'zim borib haqiqatdan shunaqa ekan. Bu haqiqatdan lekin 100 minglik va 110 ming. Vahim go'sht. Zo'r go'sht. Do'stlar, Samarqand viloyati Farhod shaharchasi Yakkasaroy to'yxonasi oldida 100 minglik go'sht markazi ochilgan. Borish kerak ekan. Borish kerak, yeyish kerak. Abbos aka, yeyish kerak. Men ushlab turaman. Qorniga. Mana shu ushlab qorniga uringlar. Assalomu alaykum hurmatli Jonboy tabrik choyxonasi kuzatuvchilari va Jonboy tabrik kuzatuvchilari. Elbek aka bugun ayrim sabablarga ko'ra kela olmay qoldi. O'rniga biz shogirdi va Abbos aka va Mehriddin ukamiz va Otash. Xudo xohlasa biz Samarqand go'sht bozor ochilish marosimida ishtirok etdik. Qolganini Otashjon davom ettiradi. Go'sht bozor Samarqandimiz manzili Samarqand Farhod shaharchasi Yakkasaroy restoranining yonida joylashgan. Mol go'shti 100 ming so'm, qo'y go'shti 110 ming so'm ekan, rostdan. Bu faqat Jonboydami yoki Samarqand shaharida ham? Samarqandda 7 ta filiali bor. Samarqandda 7 ta filial ochilgan. Bu 7-filiali. Demak, bilingki, siz agar kelsangiz 100 ming so'mdan mol go'shti, qo'y go'shti 110 ming so'mdan sotib olishingiz mumkin. Bunaqa go'sht hech qanday muzlatilgan yoki-da xolodilnikdan olib kelingan go'sht emas, hammasi tabiiy Qozoqdan olib kelingan, fermada yurgan mollarning go'shti ekan. Akalarimizni o'zini ham fermalari bor ekan. Nima uchun arzon degan joyiga. Jonboy tabrik jamoasi va jonboyliklar, blogerlar doimo sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Bizdan uzoqlashing.